Hocam bizlar mana shu bizim uyimiz mana shu ishlar yoqqan bo'lsa, ishlarga bittalar bas qo'ysanglar bo'ldi. Ya ishimizni o'tganimiz uydan proses. Ha, bu ishni men 2 yil oldin o'zim dillab yurdim. Xudo xolasa telefon qildiraman dedi. Shunga yetib otalik. Maham qilib qoldim. Mahamdan chaqirib turib gaplashdik. Juda yaxshi, zo'r yoqdi menga bu ishlar. Mahamdan ham katta rahmat. Shogirdlar bor ekan, Iqboljon, Islomjon, Nurullo shogirdlar ham yaxshi bo'lar ekan, katta rahmat. Men bu darajada zo'r chiqadi deb o'ylamadim. Men o'ylagandan ham zo'r chiqdi. Katta rahmat, ishlariga omad. Omadlik sizga ham ishlaringizga omad. Sog' bo'linglar. Yana endi tavsiyam bor. Qanday qidirmasdan telefon qilishlarini so'rayman hammalaridan. Bu umidvorlik deyishyapti, xudo xolasa. Nevaralarimni, o'g'llarimni to'y qilaman sizlarga. Shular to'yiga yarab bersa bo'ldi, xudo xolasa. Albatta bo'lsa u kamida nevaralaringizni nevaralariga. Aytganingiz keldi. Tanjaringiz sog' bo'linglar. Ko'nglingiz chiqdi, tog'a ishlaysiz. Xolasa zo'r, undan ham zo'r. Bag'rimjonga ham, shogirdlarga ham katta rahmat hammalariga. Sizga ham rahmat.